to'lovchilari bitta hisobot davrida bir nechta soliq turlari bo'yicha hisobotlarni taqdim etish kechiktirganligi uchun bitta jarima qo'llash amalga joriy qilindi. Ya'ni amalda bilamiz, hozirgi tartib bo'yicha har bir soliq turi uchun belgilangan muddatda hisobot taqdim qilmasa, avtomatik inson omilisiz ishlaydigan dasturni o'zi bozorlik hisoblanish muddatining 10 baravari, har bir soliq turi uchun 10 baravar miqdorda jarima qo'llab turadi. Bu kiritilgan o'zgartirish bo'yicha bir nechta soliq turi bo'yicha hisobotlarni taqdim etishni kechiktirganligi uchun bitta jarima qo'llash amaliyoti joriy qilindi. Ya'ni bir oyning o'zida ham podoxodni yoki aylanma cho'sa aylanma indeksni yoki 20 kun barada bo'lmasa shu oyda 20 kunni uchisi uchun bitta jarima.